Mana bugün 25-yil 19-aprel. Mana qilib shlankalarda 560 gektar yerni sug'oramiz ekan. Mana mayyoqdan tortib ketamiz mana. Shlankalar ketyapti. Mana shlankalar bo'lyapti, ketyapti. Aylantiryapmiz. Vallahi bunaqa qilib mana shunda tomchilab sug'orishni o'rniga vertolyot, samolyot singari sug'orilar ekan. Mana bu aparat sariq aparat ekan bu mana. Mana ishlaydi ekan mana. Bu mana Kalugada Sadonili bog'da mashinada mana mashina qilib suv separ ekan. Samolyot singari vertushka qilib bu maynaqa moslama aparat ekan. Aparatlar mana bu aparatlar butun dunyoda yakka ekan. Boshqa hech qayda chiqmagan ekan bu aparatlar. Faqat mash Kalugada bor ekan xolos. Ahmet achyapti-yu, yolg'on gapiryapti. Ko'ryapsizlarmi? Bu modeldan yagona chiqqan ekan bitta rusumda. Ana to'xtadi, yetib keldi manziliga. Bunaqa nasosda hamma viloyatda chiqilyapti. Oldayaptilar. Ko'rdinglarmi? Irrigation deb yozib qo'ygan yana. Bitta chiqqan bu. Bu hech qaysi dunyoda, Xitoyda ham, Germaniyada ham yo'q, faqat Kalugada bor ekan mana. Mayli birodar azizlar, shunday aparat borligidan biz nihoyat xursandmiz. Men buni birinchi bor ko'rishimdayoq hayratda qolganmanki, o'zim ham tasannolar aytdim buni yaratgan olimlarga. Mana ko'rdinglarmi? Bunaqa barabanskiy ko'tarma kransiz sug'oriladigan sistemani o'ylab topgan odamni peshonasiga malades. Mayli salomat bo'linglar, muxlislarim, azizlarim. Hamisha sog' bo'linglar, omon bo'linglar.